Assalomu alaykum qadrdonlar, do'stlar, qadrdonlar. Mana doim Xudoyorxon do'stim maqtab yuraman. Ularni o'sha Surxon mehmonxonasidamiz. Bu yerda xalqimizning eng sevimli farzandlariga ro'para kelib qoldim, duch kelib qoldim. Juda ham xursand bo'ldim. Mana bularni gap so'zlarida ham, turishlarida ham milliylik ufurib turadi, do'stlar. Yangi yil tabrik aytib oling men muxlislarimga, iltimos. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Muzakarimni haqiqiy do'stlari, qadrdonlari, muxlislari mana shu fursatdan foydalanib hammalaringizni yangi yil bilan tabriklaymiz. Surxon elidan sizlarga salom. Rahmat. Assalomu alaykum. Aslihaxon Rahimov. Aziz muzakamizni muxlislari, qadrdonlari, hammalaringizni yangi yil bilan tabriklaymiz. Doim sog' salomat bo'linglar. Muzakam akamizga ham sog'lik salomatlik tilaymiz. Ijodlarini juda hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz. Mana bugun shunaqa bayram arafasida, shunaqa chiroyli bir davrada ko'rishib qoldik. Bu ham juda bir go'zal voqea va biz bayramni chiroyli kayfiyatda nishonlayapmiz. Surxondaryoga kelinglar. Yashasin Surxon, yashasin O'zbekiston, yashasin do'stlik. O'tkazar. Gap bo'lishmoqda endi. Bizga zo'rlik qiladi. Siz ham xush kelibsiz. Rahmat. Bizga Surxondaryoga xush kelibsiz. Qattiq hurmat qilaman. Inson sifatida ham, san'atkor sifatida ham. Ijodlaringizga ijod tilayman. Birga hali ijod davom ettiramiz. Hammasi endi boshlanyapti, xudo xolasa. Rahmat. Do'stlar, mana men o'zim. Sog' bo'linglar, rahmat. Sog' bo'linglar.